Aka-ukalar, assalomu alaykum. Mana bugungi reyslarimiz ham Buxoro, Toshkent reyslarimiz qo'yilgan. Mana bunaqa kvadrotsikllarni ham olib ketyapmiz aka-ukalar. Yuklayim bo'lsa, bemalol ekrandan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana bu suvenirli narsalarimiz ham bor. Uyga podarkalarga olgani. Aka-ukalar, bu reysimiz Buxoroga chiqib ketyapti. Bu reysimiz Toshkentga chiqib ketyapti. Bu reysimiz ham Toshkentga chiqib ketyapti. Bizda kunda bitta-ikkita reyslarimiz amalga oshirilgan. O'zimizga chiqsalar, yuklagan qanchalik bo'lishiga qaramasdan olib ketaveramiz. 70 kilo, 80 kilo, 100 kilogacha poложено yuklar. Aka-ukalar, mana bu kvadrotsikllarni olib ketamiz. Amallab, eplab, shunaqa odamlarga yordam berib, uylariga olib ketib, toqqa chiqarganlar. Shahmardon tog'iga chiqaman, mana shu kvadrotsiklar deyapti aka. Aka-ukalar yoqqa yo'ltilab qo'ygan holda nomerlarimiz. Toshkent nomerlar aka-ukalar. Tog'a ketyapsiz, assalomu alaykum. Buxoro, nechta gaplashdingiz, nechta ketyapsiz? Narxi. 6000 rubldan ketyapsizmi? Sog' bo'ling, yaxshi oling, tog'a, yaxshimi avtobuslar sharoiti? Sizingmi? Ha, akalar.